Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun Oqoltin tumani Bo'ston mahallasi 3286 konturdamiz. Ushbu konturtimizda jami 11 gektar yer maydoni bo'lib, 11 gektar yer maydonimizning 6 gektari salafan osti poliz ekin qovun yetishtirish rejalashtirilgan. Qolgan 5 gektarini ochiq maydonga kechki anaqa sifatida qovun ikkinchi etap sifatida qovun mahsuloti yetishtirish rejalashtirilgan. Ushbu maydonimizda ham qovunlarimiz hammasi ishlov berilish jarayonida deyarli pishib yetilgan holatda. Hamma oxirgi ishlov jarayonlari berib o'tilgan. Suv qo'yilishi ila har xil hasharotlarga qarshi, shiraga qarshi ishlov berib o'tilgan. Ushbu qovunimizni shu oyda ichida yetishtirilib sotish, ichki bozorimizga sotish hamda tashqi bozorimizga sotish rejalashtirilgan. Keyingi bosqich qovunimiz esa ikkinchi bosqich, bu maydonda konturda keyingi bosqichimiz deyarli gullab hamma ishlov berilish jarayonida davom etmoqda. Oldi guliga kirgan ikkinchi bosqich qovunimiz. Bu 3286 kontur qovunimiz hisoblanadi. Poliz ekinimiz.